qaranglar akalar, mana buni 143 ming dollar qo'yuvdik. Hozir yonida bor, korotka holatdagisi 110 ming dollarga bo'lsa beramiz deyapti. Yana kelishadigan joylari bor, xudo xolasa. Mana bu yoqni ko'rsanglar bo'ladi. Oshxona qilishga joy bor. Yozgi oshxona yoki kalavat ham qo'yib qo'yaverasizlar. Bitta hovlida sanuzul bor, zeleniy zonasi bor. Bir 6 ta xona, xullas 2 tami 3 ta sanuzul. Planirovka почти naryoq bilan bir xil. Xudo xolasa shu xonadonimiz. Kimgadir qiziq bo'lsa, nomerlar qoladi, aloqaga chiqinglar. Inshaalloh chiroyli narxlarda savdosini qilib, barakasini qilsa bo'ladi. Bu yerda olasiz, o'zingiz xarajat qilasiz, o'zingizni didingizga moslab turib, ranglarni tanlaysiz, bo'ylarni tanlaysiz, santexnika narsalarni o'zingizni didingizga moslab bemalol qo'yib olsangiz bo'ladi. Chunki xudo xolasa, masalan, 143 ming naryoqda tayyor turibdi. Bunisi 110 ming deyapti. Yana kelishadigan joylari bor. Olsangiz yana 5-6 ming dollar ekonom qiladigan joylari ham bo'lib qolishi mumkin. Avvalambor Allohdan o'shani hisobini ham, hisob kitobini qilib turib, mebel texnikangizni ham xullas ichiga yetib borsangiz bo'ladi. O'sha 5-6 ming bu yoq tarafdan yutsangiz, bu yoq tarafdan 5-6 ming dollar mebel texnikaga bemalol ishlatib olsa bo'ladi. Xudo xolasa, shu xonadonimizga kimgadir qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Ichkari taraflari ham mana shunaqa holatda turibdi, suvolarni polnik qilib bitirib olish kerak ekan, elektromontajlarni o'tkazib qo'yishibdi. Aloqaga chiqinglar. Balki undan ham arzon qilib kelishtirib berib 2,5 sotuv bo'ldi. 200 qanchadir kvadrat, 240 kvadrat. Описаниеda yozib qo'yaman. Aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.